Tog'am bilan Toshkentga borsang nimalar bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Jitcha sovutib ketadi. Tush mashinada. U yerdan quritib beraman sovuguncha. Tog'am bilan birorta joyga borishda yaxshi tarafi hamma rasxodlarni tog'am qiladi. Chiroyli yigit qurtolasizmi? Men yeb ko'ring, yoqsa olasiz. Ye, men chaqirishyapti chetda, tog'a. Chiroyli degan so'z senga xos ham emas, mos ham emas turishi. O'zi oynada aptini ko'rganmisan sen? Biron marta? Ha, menga emas ekan. Boshqa joyda olaveramiz. Tog'am shunaqa qitmir odamki, necha yildan beri mashinasiga bir so'm pul sarflagisi kelmaydi. Seni ham Toshkentga bekorga olmagan. Yo'lda mashinasi buzilib qolishini aniq bilgan. O'zicha chuqurlab nimadirda tuzatmoqchi bo'ladi. Sen ham aqllilik qilib motorga qarab qo'yasan, baloni tushunmasin ham. Ha, tog'a, tuzaldimi mashina? Ha, faqat mashinani bekka tashlab ketib bo'lmaydi. Toshkentga yetarib ketmasmiz? Yo'q, yetarmaymiz. Tog'a yetarmaymiz mashinani deganda seni o'zing yetarasan degan ma'noni keltirib chiqarar ekan. Bir nima qilib ustaxonaga olib borib, mashinani tuzatib Toshkentga ham yetib olasan. Ye tog'a, qarang bloger. Ketdim men bor so'rash kelar. Aka siz blogersiz a? Ha? Meni tanidingizmi? Yo'q, taniganim yo'q. Nima tanimiz? Har kuni tog'am telefonda sizni ko'raman-ku. Ha, tanidimi? Tanimadi tog'a. Kibirmikan? Yo'q, o'zimiz ishlardi. Sardor Hofiz bilan rasmga olib.